Bugün geç aroq ichdingmi? Ha. Bir necha pudelka pivo ichgan. Axlat xaltasining ichidagi nima? O'yladiki chimliqni qirqigan. Sen 18 yoshga kiribsan, shundaqmi? Sening hayot yo'ling texi uzun. Bugun kechda seni qo'lga olmayman. Bildingmi? Darhol uyingga qayt. Yaxshimsiz, men Klanda Cleveland. Hozirning o'zida Oxford turalg'i binasi saqchi avatalib. Bir aylan boshqalarni ig'ir yaralantiryotdi yoki o'ldirmoqchi. Meni qanday qilsa kendaysiz Klanda xonim? Sizlarning mas'uliyatinglar. Yurak so'qishini anglab baqsam bo'lamdi. Chunki men uni yemoqchi. Har bir odamning ikkinchi fursati bo'ladi. Bugun sizning talay kuningiz. Chunki men sizga bu fursatni bermoqchi. Sizning u tarafda savoqni qabul qilib, durust odam bo'lishingizni umid qilaman. Siz demakchi, bir ziyonkashlik uchiruvchi muvaffaqiyatli qochib chiqibdi. Shundoq. Sizlarga necha oylab telefon qildim. Bu yerda odam o'ldiryotdi. Ular bizni nazarga ilibmi qo'ymaydi. Biz mayli nima deylik, hech kim gapimizni anglamaydi. Bu odam meni o'ldirishga urindi. Bu ish to'g'risida hech nima qilolmayman demoqchi misiniz? Xonim, siz inkas qilib ekansiz. Hay, to'xtang. Sizlar uni mushundaqla akirib qo'ymoqchimi? Xonim, bu bizning xizmatimiz. Mana bu kontrollikni yo'qotish. Man qara. U qanxo'r alvasti. Men bilaman. Lekin hech kim gapimni anglamadi.